210 kvadrat metr 100% podключ 3 etajdan plita bilan bostirilgan hovli joyning obzorini qilamiz. High-tech uslubida avtorskiy proyekt bo'ladi. Do'stlar, podvalam bor, hozir o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Videomizda o'tirmasdan kuzatinglar, balkonam bor, tambir qismam aynalar sifatlisidan panoramli ishlangan bo'ladi. Kafelari qilingan, perila jeleznik ishlangan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, yubkalar ham chiroyli. Pastdan podvaldan ham aynalar qo'yilgan bo'ladi. Do'stlar, lokatsiyamiz bomba, Boran zapravka urgan shahar, Baqcha maktab yaqin. O'ng tomonimizda 28, bu yoqda 13 yo'li o'rtalikda, tixi zonada. Ajoyib joy do'stlar. Fasadlar ham ishlangan bo'ladi, bismillah. Buni hozir kuzatasizlar, ko'rasizlar, bahosini berasizlar inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Girgandan kafellar urilgan, rakovinalarimizni ko'rib turganingizdek bir ajoyib dizaynda ishlangan. Endi daburlar ham chiroyli gipsdan ishlangan bo'ladi. Bu yerda yarki tambir qismi ham bir sifatli qilib ishlangan bo'ladi. Dizaynerskiy narsa, sifatli materiallar do'stlar. Kuzatinglar, tushunishib boraveramiz. Laminatlari do'stlar ko'rib turganingizdek, mebelni sifatda qalin, yuvib sirib olaveradi. Chishib qolmaydi. Katta junnin davom bo'ladi. Lestnitsamiz yashirib berilgan. Videodan shundan bana chiqarib tashlamagan, dalanning yarmini bekletmayaplar. Xudo xolasa televizorning zona, dam olish zonamizda dalanda o'tirsangizlar ham katta mebel qo'yib, endi bu yerda postavkalari ko'rib turganingizdek o'zini освещениялari, потолоклар ham bir chiroyli high-tech uslubida qilingan bo'ladi. Lyustralar ham o'zini ochib turibdi do'stlar. Bu yerda meni ismi azam Alloh taolaning ismlari. İnşallah feyzli xonadan, devorlardan vozduk sirkulyatsiyalari bor. Ramka uslubidan foydalangan minimalizm stilda yurtdoshlar joyimiz ta'minlangan. Konditsioner tochkalari bor, ko'rib turganingizdek, tambirdan освещениялар dim ajoyib. Xullas, lestnitsa quyma bo'ladi. Bu yoqda yana уже отдельный alohida fon berilgan. Bu yerda детский spalnyamiz, isitish tizimlari 3 etajdan plita bilan bostirilgan degandan keyin tushunaveringlar. Hech qanday pul oyolmagan. Bu xonamiz. Bu tomon o'tadigan bo'lsak, do'stlar, spalni. Sifatli materiallar ishlatilgan, kafeli, ko'rib turganingizdek, kombinatsiya qilingan, oynalari endi bu ochiladi, postavkalari bor ichida. Fen uchun alohida tortganlar, rozetkalar. Bu ichga ishlab turibdi. Dimoxodlari, Ariston bu yerda smesitelari ham eng yaxshisidan olingan. Rakovinasi, unitazi, bu yerda kirmashin joyi do'stlar. Spalniyaga kiradigan bo'lsak, spalniyada endi bu birinchi etajdagi ikkinchi spalniyamiz bo'ladi do'stlar. Shunday chiroyli dizaynda ishlangan pardalar, bu yerda yana yumshoq, mягкий g'alalar qalin. Do'stlar, Domzor, lyustralarga ham e'tibor beringlar. Hozirgi kunda последний bit bilan tanlangan modadagi narsalar. Lestnitsa perilasi dim-diks ishlangan, ko'p o'rnatilgan bu stoykalar, mahkam etib, buralar, birinchi podval. Kuxniyaga o'tadigan bo'lsak, kuxniyada gilamlar döşalgan, oyoq ostimiz teplый pol, kafellar, ajoyib kartinkalar, manzaralarni ko'rib turganingizdek bir patoloklar ham high-tech uslubida qilingan, da patolka ishlangan mebellar do'stlar. Endi buning chiroyli mebellar galimbilarimiz uchun sharoiti, xolodilnik joyi, fartuklar urilgan, gazi bor, suvi bor, sveti bor do'stlar. Eng sifatli materiallardan ishlangan bo'ladi. Tak, bir panoramli vid, bog' tomoniga chiqamiz. Diqqat bilan kuzatishlaringizni so'rayman, yurtdoshlar. Bog' tomoniga o'tadigan bo'lsak, shunday bog'. Bu yerda perila jeleznik ishlangan, ограждение qilib, ko'rib turganingizdek. Endi kafellar döşalgan, suvni o'tkazadigan xususiyatli yubkalar ishlangan, devorlarimizda noshnoy buralar, shunday chiroyli dekorativni ishlangan ekan. Bu ham gaz kelib turibdi. Yurtdoshlar, barbekyu zona bu tomonda. Endi nima deymiz? Alohida mehr berilgan. Mevalar ekib qo'yibdilar bu yerda, zelyoniy zonamizda davrakadan aylanib, kanalizatsiyalar hammasi bana chiqqan uyimizni kotelnisi podvalda joylashgan bo'ladi. Tak, barbekyu zona, dim kerak narsa. Ajoyib etib ishlangan ekan. Letniy hojatxonasi, bu yoqda pожарный xota, chiqish, girish, endi qozon o'jaq, boshqa to'y tomoshalar kerak bo'ladi. Buralari, do'stlar. Pожарный xot steshga qilingan. Shuning pожарный xota uyimizga girish, chiqish narsa sharoit qilingan bo'ladi. Bismillah. Hamma akkuratligini ko'ringlar. Dim laykini so'rab turgan joy. Xudo xolasa, bu yerni освещениялар bilan patoloklarni ham ishlab qo'yibdilar. Ko'ringlar. Do'stlar, sizlar bilan podvalga chiqamiz, keyin tushamiz, keyin 3-etajga chiqamiz. Oynalar ham panoramli ishlangan, xonalar yorug'lik dimga tayyorlab tushadi. Bismillah.
Bir amada provotla gelip tuttu. Yurttaşladım acayip çay. Bismillah. Şimdi bir yerde alakada iş koyulgan bir anda. Bir yerde pat tutulan koymak adım udobnu etip koydular ya beklenedi. Yurttaşla açıladı. Raskılarını yine gelin bilgilerimiz için o yandan bak bir kotelni болады dostlar. Sirkülasyon nasozlar, kollektorlar, hemen kotelni upravleniemiz şurada. Eşkiledim acayip. Onu alakada toxtalamız videomuzu güzellikle ve de padvalın ne yana açıvediklerini görünme dostlar. Şimdi kaleske, maleske, üyini, banke, sankesi hemen narselerini koymakı bu narsa dım gerek oladı. Zakriti duradı, akuratni duradı. Европейский stilde kılıngan. Ve de bir bilyardni stol koyup verseniz, tennisini ya spor zal etseniz boladı. Berem şu. Beklenedi. Dostlar. Benim veç koysa boladı eken. Xullas, maqtağanımızca bak, birini alakada avtomatlar ornatılıngan. Uydaki narsalar pat tuttular için zakriti da bekle. Ne oldu dostlar? Like'ını basın. DP'ye götürürlerimiz. Leysin sala, kuyma. Şimdi yapışıfka kılından. Brala, diyollada. Şimdi acayip fon berligen. Alakada bu narsaya toxtalamız. Leysin sala, kuyma. Sanuz olabilen. Danıştık. İşlerini beklemiz. İstiş tizimleri zor bu cay. İşte sokuş mesela iş sıkkına oladı, yıkanamıştı. Kaç olurdu. Lustralarım karama. Keyfine yaşayan caydan bir de bir için iki yurtkutu dinlerseniz koysanız hem liştenlik görüntü durur. Dımır dil bilen zeytilgen cay. İneyin dostlar. Ne oldu isle? Lustralar, bralar. Bir anda yenen bir spalya. Şimdi radyotelski klasla. Patologlarına etibar verilgen çaraylı perdele. Bu tavanda yenen bir spalya dostlar. Görünme. Spalya oynatsanız da zor cay. Bir de sanuzul ikinci sanuzulumuz. Yerden diyorlar kombinatsiya kılıngan. Rakovinası unitazı vannası çettesinden dostlar. Platense suşiteli ornatıp veriledi. Smesitelle bu işkesi dostlar. Ne oldu isle bu cayımız? Narxını ahırda aytaman. Fikir bildirişleri soruyorum. Bir yerden çıraylı kombinatsiya edilingen. Razный свет kafellerden. Bir de yine bir sıfırını taşılanak. Bunu görün. Kanala sanı köp. Benim eşik koyulan. Yine bu. Kette yine bir zalımız kuda kalasa. Gilemler hem döşelgen ipek gilemler. Yurttaşlar perdeler hem acayip perdeler oynatılgan bulan. Kendiysen yurttaşlar patologlara hem itibar verinler. Dil bilen zetilgen zor. Bir de hiç kendim pökek işletilmeyen, mesela gips, ruşnoy işlengen болады. Xullas daborla işlengen eşikler, zor eşikler dostlar. Like'ını basınlar şu kanadanımız sizlere inşallah Xorazmni joy işini getirip tapıp beramiz, izleniştemiz. Kurucunun mehnetini bir bakalap koyun olasılar, ustalarının mehnetini bakalap koyun olasılar. Like'larını basınlar Boran Zapravka'da 13'ün yolunda. Bu balkonumuz boladı yurttaşlar, balkon. Bir patolog bir defa kısmına düşün koyganlar. Bu joy narxını arzıydı. Narxını dostlar 135 bin aytib turibdilar. Ekranda yazdık. Görünler. Makul gelgenler xabarlaşın ha. Çünkü joylarni chiqarib turibmiz. Bir gün, iki günden keyin o'tamiz, birinchi kun o'tamiz, ikkinchi kun o'tamiz deganlar kecha qolib turibdi. Yaxshi joylara, bilasizlar, yaxshi qizlar xaridor ko'p bo'lar degandan yaxshi joy ham xaridor ko'p bo'ladi. Şaşılınlar. Bunun joyini bize hamma joylardan alınma deymiz. Bunun joyini alınma deymiz. Sebebi özlerimizde işleşip yurgan adamımız, kuruvchimiz kuvvetli kuradi, yaxshi kuradi, sifatli kuradi. Gelinglerimiz, görünlerimiz yurttaşlar sifatli joy. Her bir detallarına etibar berip güzelsizler. Hemen gapimize qo'shilasizlar, like'larni basıp o'tirganlar, bizani qo'llab-quvvatlab o'tirganlar. Ushbu xonadonni qilingan mehnatini, ustalarning xizmatini qo'llab-quvvatlab like'larni basganlar, Alloh taolo hammangizga shunday bir chiroyli xonadonlarni nasib etsin.
Yaşaş nəsib etsin ata-analarınız bilan, farzandlarınız bilan chiroyli xonadonlarda. Aman bo'lin, rahmat hammangizga. Alloh rozi bo'lsin. Bizani kuzatishda davom eting. Hali sizlarga kerak bo'lamiz, xudo xolasa. Zo'r joylarni taqdim qilishda davom etamiz. Aman bo'lin.